Ro'za tutishlikni niyat qilaylik. Mana bugun kechqurundan 30 kun davomida ro'za tutishlikni niyat qilyapmiz. Nega bugundan 30 kun ro'zani niyat qiling deyapmiz? Nima uchun? Mabodo ertaga saharlikka o'rganmaganmizda. Saharlikka mabodo uxlab qolsak, turdik soat 7. Nima edi? Bugun biz Ramazonni birinchi taroveh kuniga necha kun ro'zani niyat qiluvdik? 30 kun. Ertalab turib aynan niyat shart emas. Turib duo qilamiz, ro'zamizni davom ettiraveramiz. Masalan, uxlab qoldik. 7 da turib qoldik masalan. 6:30 da turdik. Ro'zaning saharlik vaqti o'tgan. Lekin niyatimiz bor mana 30 kunda niyat qiluvdik. Shu niyat bilan inshaalloh davom ettiramiz. Mabodo uxlab qolsak. Ya'ni uxlab qolgan kuni endi men kech qoldim, ro'za tuta olmayman, endi saharlik qila olmadim demang. Saharlik qilmagan bo'lsangiz ham Alloh o'sha kuni sizga kuch-quvvat beradi inshaalloh. Chunki ro'za, Ramazon bu boshqacha kayfiyat. Allohning boshqacha fazilati bu. Shuning uchun davom ettiring ro'zangizni. Lekin saharlikda uyg'onmay turib ham ro'za qabul bo'lar ekan-ku mana deb qasddan saharlikka turmaslik qilmang. Chunki payg'ambar sollallohu alayhi va sallam tasahharu inna saharatal baraka dedilar. Saharlik qilinglar. Saharlikda baraka bor dedilar. Saharlik qiling. Barakani egallang. Alloh taolo fazil bersin.